Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasida navbatdagi ma'naviyat va ma'rifat darsi bo'lib o'tdi. Unda boshqarma shaxsiy tarkibi va shu bilan birga kun tartibidagi masalalar doirasida ishtirok etgan ma'ruzachilar ham qatnashdi. An'anaviy tarzda dars mashg'uloti O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining ijro etilishi bilan boshlandi. Dars soat avvalida Sirdaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi hamda Alisher Navoiy nomidagi Sirdaryo viloyati axborot kutubxona markazi o'rtasida o'zaro hamkorlik memorandumini imzolash tadbiri bo'lib o'tdi. Jarayonlar davomida o'zaro hamkorlikning istiqboldagi rejalar ham kelishib olindi. Davlat organlari xodimlari o'rtasida kitobga bo'lgan munosabatni ijobiy tomonlama yana shakllantirish maqsadida bo'lyapti. Ya'ni kim kitob o'qigan har bir davlat xizmatchisi o'ziga biriktirilgan har qanday ishni a'lo darajada olib boradi deb bilaman. Bu yo'lda biz mana ichki ishlar organlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'ydik. Dars soati O'zbekistonning oltin avlodi mavzusida o'tkazildi. Mavzu doirasida Guliston davlat universiteti tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent Davlatbek Qudratov o'z ma'ruzasini tinglovchilarga taqdim etdi. Shuningdek, xodimlarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida boshqarma tashkiliy boshqarmasi yuridik ta'minlash guruhi yetakchisi, yurist konsulti kapitan Umid Mamazokirov tomonidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligining 2025-yil 30-iyul kunidagi ichki ishlar organlari xodimlariga nisbatan xizmat tekshiruvlarini tayinlash va o'tkazish tartibini takomillashtirish to'g'risidagi qo'shma qarori hamda ommaviy axborot vositalari va blogerlar bilan suhbat jarayonida ichki ishlar organlari xodimlari amal qilishi lozim bo'lgan qoidalarning mazmun mohiyati yetkazildi. Tadbir davomida boshqarma boshlig'ining topshirig'iga asosan buyuk sarkardalar va mutafakkirlar hayotiga bag'ishlangan rukundan o'rin olgan Shohrux Mirzo hujjatli filmi namoyish etildi. Bundan tashqari xodimlar o'rtasida xizmat intizomi va qonuniylikka rioya etish bo'yicha qator tushuntirish ishlari olib borildi. Dars soati yakunida esa boshqarma boshlig'ining topshirig'iga asosan xodimlar orasida kitobxonlikni rivojlantirish maqsadida kitob yarmarkasi tashkil etildi. Yarmarka doirasida xodimlar bilim saviyasini oshirish, vatanga bo'lgan muhabbati va dunyoqarashini kengaytirish uchun badiiy adabiyotlarni arzon narxlarda sotib olish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Xulosa qilib aytganda, ushbu ma'naviyat ma'rifat darsi xodimlarning qonunchilikdagi yangiliklar, ijtimoiy siyosiy jarayonlar va kasbiy bilimlar bilan tanishishda, ularning ma'naviy ma'rifiy saviyasini oshirishda, vatanparvarlik tuyg'ularini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etdi.